Hammaga assalomu alaykum. Yangi videoga xush kelibsizlar. Bugun xudo xolis sizlar so'ragan Open Pack video bo'ladi. Yangi sabiti kelgan. Xudo xolis undan ham o'rtalarida ochamiz. Zo'r o'yinchilar tushgan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Xo'p, kanalga obuna bo'lib, like bosishni esingizdan chiqarib qo'ymanglar. Bizdan 90% odam obuna bo'lmasdan ko'rayotgan ekan. Bu juda yomon. Shuning uchun kanalga hozir obuna bo'lib, like bosishni esingizdan chiqarib qo'ymanglar. Xudo xolis keyingi video 200 ta yoki 250 ta likedan keyin chiqadi. Uni ham o'sha hozir olib qo'yaveraman. Yevro sabitasidan anaqalar. Sostav tuzamiz. Xo'p, o'shancha kanalga obuna bo'lib, like bosishni esingizdan chiqarib qo'ymanglar. Bizning Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Ssilka описаниеda bo'ladi. O'rtoqlar, bizda ligada 10 tacha joy qoldi. Bemalol o'tib qo'shilib olishingiz mumkin. Ekraninglar chiqib turibdi. Xo'p. Bo'lmasam ko'p cho'zmay videoga o'tamiz. Boshladik. Xo'p, birinchi pak 10 mingtalik, to есть бесплатный pak. Qariya bo'lsa yetsa olamiz bu yerda. Xo'p, 10 mingtalikdan juda yaxshi futbolchilar tushyapti. Bir xil burzuvchilar hali ham qimmat, ular kam tushadi, lekin baribir tushib turibdi, tushmayapti emas. Marko Asensioni olamiz bu yerda. Boshqa variant ham yo'q menimcha. Yana bilmadim. Xo'p, shu orada kanalga obuna bo'lib, like bosishni esingizdan chiqarib qo'ymanglar. Sizlar kim tushyapti, kommentlarga yozib qo'yinglar. Bu menga qiziq. Deyarli hamma kommentga atvet berib chiqqanman. Atvet bera olmaganlarga hatto bir like bosib chiqqanman. 200 ta yoki 250 ta likedan keyin aytganimdek keyingi video chiqadi. Xo'p, endi 3000 talik pak. Va nihoyat neon sabitasi tugayapti. Yangi Beast mo'llash sabiti kelyapti. Xo'p, ochamiz. Portugaliya. Давай Nuno Mendes. Yo, Gonzalo Ramos nechi bu? 100 so'ragan, lekin Nuno Mendes tushganda 106 aytiladi. Chap qanotda hozirda eng yaxshi futbolchilardan bittasi bo'lib turibdi. Xo'p, yana bitta 3000 talik neon kod neon sabitasidan injiniring komplekt va bonusni игрок Fransiya yaxshi, bizda yo'q. Nits. Kim edi bu? Klaus ekan. Mana shu 98 kartasi chiqqan edi. Gadafshina anniversary sabitasida. Va shu tahsil statistika bilan chiqqan edi o'shanda ham. Hozir ham yaxshi. Xo'p, hayit bayramiga bitta tekin berdi. Juda kam narsa berdi to'g'risi. 500 olmos, maskerani bitta dona. Mingta 02 jita men maskerani oldim. Sol Campbell Dante sotiladi, Sol Campbell sotilmaydi. Sol Campbell olib qo'yaveraman, chunki yig'ib turursan sostavda. Balki bir kun 104+ admin kelib qolsa ishlatib yuborarman. Xo'p, yana keyingi 10 mingtalik juda ko'p 10 mingtalik ochilgan bu videoda, chunki eng yaxshi pak hozirda shu. Gapimni qaytarib oldim. Xo'p, endi 3000 talik har doimgidek. Xo'p, Walkout Belgiya. Kurtoy yo'qmi? Kurtoy bormidi? Voy, onasini endi Kurtoy deb o'yladim, lekin kartasini ko'rmaganim o'shancha oxirgacha uncha ishonmadim. Minalet, qaysidir adashmasam Zalligen sabitasi juda ko'p tushgan edi. Xo'p, endi Chempion Ligasi 3000 talikni ochib bo'ldik. Endi neon sabitasidan. Bu yoqda menga asosan faqat men endi asosan Dirkut kerak. Yarim himoyaga. Endi Maradona chiqib qolsa ham yo'lmaymiz, o'z beraman deb o'lib turmayapti baribirgamda. Hop, Italiya. Bizda yo'q. Del Pratomi bu? Shuningdek Del Pieroni bermaydimi? To'g'ri, bu sabitda yo'q, lekin chiqarib turib bersa bo'ladi. Xo'p. Bir xil so'rayapti, nega open paklar kam? Chunki aytgan neon sabitasi menga uncha yoqmagan, o'ynamaganman. O'shancha paklar kam, sostav video chiqazdim.
Yana bitta 3 mingtalik. Yaxshi o'yinchilar ko'p, lekin yaxshi tushmayapti menga. Ay, kirib ketdi. Tezligi yaxshi ekan futbolchini. 74 reyting, 81 tezlik. Xo'p, ochamiz. Xo'p, Fransiya. Saf pozitsiyam yaxshi. Lillan bo'lsa 103 dan oshig'i yo'q, chunki Lil chiqib ketib bo'lgan. Yana 10 mingtalik. Menimcha hozirda eng yaxshi ikkinchi pak bo'lib turibdi, chunki eng yaxshi 3 mingtalik bo'ladi har doim. Bezdanat idanatam. Joshua Kimmich. 103 bu bilasizlarmi nech pul turadi bu? Bu normalniy pul turadi bu. Adashmasam 20 million emas, lekin aniq 20 million emas. Hozir ko'ramiz nech pul. Xo'p, full cut o'tkazib olamiz. 60 million jackpot. O'yinchi sotib olib beraman. Oxirgi kunlar mayli ochib qo'yasizgina. Xo'p, neon workout kutib qolaman kamida bu. Kamida o'zbek kutish kerak. Angliya yaxshi. Siz Bomimur yo'q. Bittada berib qo'ymaydi. Tanganga. Atak bittada bo'ldi bu. Xo'p, keyingi pak questdan bo'ladi. Quest menga ishonaylik 3 marta dona workout bo'ldi. Yana bitta bo'ladi gero ekan. Umuman yaxshi o'yin tushganim yo'q shu yangi questdan. Keyingi pak 10 mingtalik Toys. Tegin bak. Guat Maguire bor ekan, lekin Odegaard 89. Yoki Guat Maguire olimkina. Ya Odegaard yaxshiroq. Uni sotsanglar ham yaxshiroq pul bo'ladi. Xo'p, endi asosiy rolaridan bittasi chiqib ketib qoldi jo'ta. Xo'p, kiramiz boshqatdan. Xo'p. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni esingizdan chiqarib qo'ymanglar. Xo'p, men yana bitta maqsad qo'ydim, xudo xolasa aprel oyini oxirigacha 1,5 mingta bo'lish. Bu pak eng zo'rlardan totuvdim, adashimman. Yangi sabitga kirib keldi. Pitch Beatsmi, xullas shunaqa musiqiy. To'g'risini aytsam menga yaxshi yoqdi. Hozir o'zi endi kirib keldi-yu. Endi birinchi pak bu. Xo'p, kamini 103 kutamiz. Angliya. Sap, kim edi bu? Madison 105. Madison 105. Birinchi 3 mingtalik pakdan. Bu administratorlar o'ziga ham jonli efir payti tushgan edi. Mana bitta tekin MLS pak kelibdi. Xo'p, 96, oldingisidan 97 tushgan edi, olib qo'yinglar. O'sha aytganimdek aprel oyini oxirigacha 1,5 mingta bo'lishni maqsad qildim. Xudo xolasa kanalga obuna bo'lib, like bosish esingizdan chiqarib qo'yinglar. Bu maqsadimga yordam beringlar. Video prosmotrlar yaxshi bo'ldi, lekin obunachi bo'lmayapti. Xo'p, hozir Ispaniya yaxshi, Elza, Atletico yaxshi o'yinchi bo'lishi mumkin hozir. Bir zikka. Keyin bakka o'tamiz. Xo'p, liga yangilandi, bemalol o'tib qo'yishingiz mumkin. Nik Hasanboyev FK birinchi tekin 94 odam bo'lib ketdi o'zi. Napadaющий ekan, Chiro Immobile adashmasam, Immobilemi? Xuddi o'zi Chiro Immobile. Ancha-muncha yaxshi futbolchi bo'lgan bir paytlar. Endi tegiga tushib qolibdi. Men ketib qoldi deb o'yladim, to'g'risi. Xafa bo'ldim. Keyin qarasam tegib turgan ekan. Xo'p. Mayli. Bu kunlarni ham o'tib ketadi, xuddi oq-qora kino. Keyingi pak juda to'g'risini aytsam futbolchilari yoqdi. Paklar ham yaxshi reytinglar beryapti. Dizayn ham chiroyli, pakka o'yinchilarni kartalarni dizayni juda yoqdi. To'g'risini aytsam bu sabit o'ta yoqdi. Ana ichidagi ruletkasi ham o'z menga Centurion'da ham kelgan, Euro'da ham kelgan, yoqardi bu. Hozir bu 800 tushadi. O'yinchi sotib olib abmen qo'yaman, men yoqqandan 10 millionlik gulitni ham berib yuboraman.
Xo'p, ochamiz 99 dan 107 gacha. Dva klassitskiy игры qo'yganni o'qishga ulgurmadim. Xo'p, Avstriya g'alaba yo'qmidi? Har holda dubl qilgan, dubl qilsa hech qasi qo'shishlik kerak edi o'zi. Himoyachi bo'lib turib dubl qilish uncha-bunchasiga emas. 4 ta futbolchi bo'ldi. Ochamiz. Hop, walkout bo'ladi, ganishna. Hop, Fransiya yaxshi. CP Zidan. Voy. Sissoko. Uning sana. Fransiya CP Zidan deb kim o'ylamaydi? 97 dan 105 gacha ham kod bo'ldi to'g'risi. Qo'pol qilib ketganda. Xo'p, liga to'kini 10 mingta. Ochamiz. Zimni chudasa. Vah. Bu Norvegiyadan Zimni chudasa yaxshi o'yinchi chiqmagan. Endi bo'lsa tekin paklar 99 dan 107 gacha 2 ta. Shu Division Rivals ham o'ynashim kerak. Vashshe erimman to'g'risi. FK o'ynashga ham kam o'ynamayman. Xo'p, ikkinchisini ham ochamiz. Zidan. Eng kerakli ismingiz Zidan bilan Nesta to'g'risi. 4-chi Kumir, Shmixal chiqqan, Perlo chiqqan, Zidan, Nesta. Yana Avstriya. Bitta futbolchi bor shekilli Avstriyadan. Ha. Endi 99 dan 107 gacha Luboy Sabijadan tushadi. Xo'p, kamida walkout kutubxonamiz. Agar Wi-Fi qotmasa. Qotsa shuni ham kutmaymiz. Ochamiz. No comment vashi. Xo'p. Maskerano. Yana abmen qilamiz. Yana abmen. Aytganimda yoqdi bu paklamanga. Zo'r mas'ul lekin yaxshi. Bilmayman nima. Portugaliya. Kim bor? LP kim bu? Jota-ku bu. Jota on the wing degan ashula aytishgan edi bunga atab muxlisasi, Celtic muxlisasi. Celtic legendalaridan bittasi u. Kim tanimasa agar. Walkout yaxshi. Animatsiya qaraylik chiroyli. Angliya PZ kim? Trent yo'q. Everton yosh tushdi men. Yosh. Young degani inglizchadan o'zbekchaga yosh bo'ladi. Xo'p, o'yinchi to'lib ketdi o'sha ikkinchi kunda. Hammada menimcha hozir shunaqa holat, lekin ikkinchi kundan keyin bo'lishiga bo'ladi. Yana Jota. Endi legenda ekanini beravermaydi endi. Mayli. Hamda 2000 talik qo'shilibdi. Shundan bitta ochib ko'ramiz qanaqa ekan. Ochmaylar. Omadimki 2000 ta chiqqan hozir olib keldimmi? 10 ming talikdan yaxshisi yo'q menimcha. 40 ming talik bor. Virts bilan yana bir hozir magazinni qarash kerak. Xo'p, men magazinni qarab keldim. Eng qizig'ini aytaymi? Hammasi 20 million. Lekin men 3 ta sotilmaydi. 99 sotiladi. Anulaga 999 pul stavka. Ikkinchi kun yana abmen, let's go. O'yinchi sotib olib beraveramman. Pulim vash kamayib ketdi to'g'risi. Sastav videoga yetadimi yo'qmi? Yana Angliya, CP kim bor? Brightondan. Milner. Mayli. Xo'p, Neon Sabicha, Angliya, PZ, Chelsea, Reece James necha? Bristol emasmi? Yo'q, 100 ekan. FK. Buni Bristol kartasi ham bor shekilli, adashmasam, Reece James. Yana 97 dan 105, 99 dan 107 gacha yoqmaydigan Sabicha. Xo'p, Interdan. Pavard. Finaldami, yarim finalda gol urgan. Pavard. Fransiya terma jamoasi safida. Xo'p, yana 10 ming talik.
Xo'p, ochami. Rossiyskiy Lutsio. Qaysi birini olay ekan? Magazinga qarash kerak. Agar sotilsa ham rossiyskiy olaman. Xo'p, magazinga qarab keldim. Lutsioni olaman. Quest paki yaxshi o'yin tushmaydi bilaman, aytdim. Xo'p. Endi MLS sabitasidan Hugo Lloris bor, Marco Reus, Alexey Miranchuk. Pasroqda Busquets, qariya, Luis Suarez, qariya, Oliver Giroud, qariyalardan Fransiya terma jamoasida anaqasini tugatgan faoliyatini. Bu yerdan eng keraklisi Luis Suarez agar tushsa, full qilib turib sostavga ham qo'yib qo'ysam bo'ladi. Workout kutdim, bo'lmadi 97 talik. Lekin Suarez emas. Ha. Chempionlar Ligasi finalgacha yo'l. Adashmasam tarjimasi shunaqa bo'lardi. Shu sabitidan ochamiz. Xo'p, workout aniq bo'ladi bu yerda. Yangi sabitani bitta yoqqan taraf 102 dan 107 gacha. Xo'p, Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. O'z kanalga ham obuna bo'lib qo'yishni esingizdan chiqarib qo'ymanglar. Video davomida aytmanman, esimdan chiqib qolibdi bu yomon. Xo'p, 10-aprel kuni yangi sabiti chiqargan. Telegram kanalida ma'lumotlar chiqishi bilan tashlayapman. O'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, bexabar qolib ketmaysizlar. Bu kim bu? Kabelmidi? Kabella. Xullas. Xo'p, shu bilan bugungi videomiz tugadi. Oxirigacha ko'rganlarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.